Kız yigit xorlangan, ayak asti kılıngan, ezilgen şu halkının kullarını süygün baminin. Feryadım asman felek, dökülgeçke kan selde. Ejderhanın aksidim, vatanımni algın baminin. Afgan bey, Uygur bey, vatan koldum her güçlü gey. Ay yıldız ayrılım, gökyüzüne bir gün baminin. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Qeyindaşlar, Arsan Live'a hoş geldiniz. Bugün mühim bir temada to'xtalmoqchi. Temamiz bo'lsa, kuygininglardek juma kuni bir xabar chiqqan. Hamda u xabar chiqqandan keyin bu xabar sababli bo'layotgan talash-tortishlar asli masaladan qiyib boshqa bir sog'lom bo'lmagan bir temalarga kirib qilyotidi. Şunu men bilgenlerimni ve gözetkenlerimni sizler bilan o'rtoqlashgim bordi. Bu yerda albatta ba'zi xato tushunchalar bor. Hiçbir zaman bu yerda mayli Nuri akamiz bo'lsin, mayli To'lqin Isa akamiz bo'lsin, bularning yillardan beri qilayotgan xizmatlarni sıfırga aylantirib, nolga aylantirib qilayotgan ish emas. Lekin bu yerda ba'zi ishlarga yuzlashimiz kerak. Birinci bo'lib diqqat qilgan bo'lsanglar, bu manba, bu yozgan maqola men yozmadim, men chiqarmadim. Shuningga men bu bu muxbir bilan aloqalashdim, To'lqin Akash bilan aloqalashdim, Esma xonim bilan aloqalashdim. Endi bu muxbir bilan aloqalasam degani, hozirga hech kim men bilan aloqalashib, bu xabarning yolg'on rost ekanligini hech nima birimi demadi. Eğer xalisa bana yazsın ve bexatarligini ansirgan bo'lsa, shu email yozib bo'lgandan keyin men signal numarimni avatib qo'yma, shu yerda mesajlashsak bo'ldi, shu yerda gaplashsak bo'ldi deyotdi. Shuningga bu yerda to'rlarda talash qilmay qayndoshlar. Xitoyning o'yini da berib bu yerda qavziyat bo'lib qolsanglar, Xitoyga atib qo'ymay. Bu yerda amaliy bir ish qilaylik. Navada bu akalarimiz qo'g'daydigan ishinglar bo'lsa, maqolani to'liq o'qib chiqib, muxbir xonim, bu yozganlaringiz miyagacha xato bo'pti. Bu gaplar nereden chiqdi? Buni deysanglar bo'ldi. Ikkinchi yozadigan insonlar bo'lsa, shu jamiyatimizda ziyonkashlikka uchragan va o'zlarining shu fikrlarini isbotlari bilan, albatta bu muxbirlar isbotsiz bir ish qilmaydi. Hamda bu muxbirning Xitoyda ishlamamdi, işte qaysi bir media organı hammamiz ko'rdik, aniq, ya'ni bu yerda bir tushuntirib aqlash o'tashning hech bir hojati yo'q. Zaten uzun yillardan beri Uyg'ur masalasini yezib kelayotgan birisi, hamda bu ishga kelgan chog'da yag'an udullam bu kimdi, andadu deb bir tekshirmay turib, hamda ba'zi qiyindoshlarimiz tushunsak bo'ldi, bo'pmi cho'nglarimiz til bilmaydi. Hemen işte cemaat nima desa shu degandek to'g'ri tushunsak bo'ldi, lekin tekshirib turib ish qilinglar qarindoshlar. Andan keyin uchinchi shaklda bu xonimga yozdiganlar bo'lsa, rahmat aytish uchun. Rahmat. Zaten jamiyatimizning mustabishbati hamda yushinilib kelinayotgan, hamda o'zimizni tuzishga kechga bunday bo'lmagan bo'lsa, lekin rahmat aytganlar bo'ldi. Hop bo'pti deydiganlar bo'ldi. Ya'ni mushta shaklda bu xonim bilan ulashsanglar bo'ldi yani. Bu yerda to'rlarda buna deyishib, so'qishib, tortishib, bunda hiçbir hojat yo'qchu. Chunki artık biz bu shu da'voda bo'pmi, hal qilishning chorasini qilishimiz kerak. Şimdi bu ishni faqat bu yerdan mushta shaklda qilishimiz kerakmi? Yo'q. Chunki masalan men hozir ishlayotgan tashkilotda shu volunteerlar bilan birlikda necha yuz inson
Hammanglar ko'ryapsizlarmi shu Isroilning Amerikaning ta'til tashviqoti bo'pmi o'quvchi erkaklariga. Mushu o'quvchilarga qarta ta'til tashviqot yozayotgan muxbirlar bor. Isroil taraf, Amerika taraf tutayotganlar. Biz bu muxbirlarga qarshi ma yozganing miyagacha xato, nimda bunday shaklda yozding deb guldirgupamda yozgan mushtaq email harakatlari bor. Menmi ko'rib bu ishmi bo'ldi-ku, bu da'voning bir parchasi ekan-chu. Hozir nurg'un AI asboblari deymiz, tool'lari yasandi. İnşallah mushu yaqinda mushu Uyg'ur masalasi qartimi mushtaq bir faoliyat o'tkazsak bo'ldi deymi. Shuningga to'rdagi tillaydiganlar baribir tillaverdi, uni to'sqil bo'lmaydi, lekin bir ishni cho'zmaydiganlar mushu xonim bilan aloqa qilsanglar bo'ldi. Yana bir deydiganim qarindoshlar, endi da'voning shakli bu, endi hal qilishimiz kerak. Manga so'rasanglar, endi mening kuzatgan narsam, mening hayron qoldirgan narsam, endi hayronmi qoldim, hayron qolmagan qismlarim bor. Bu nurg'un qarindoshlar iliqi endi parakandichilikqa uchadiku bu ayollar. Lekin iliqi Uyg'urchilikda va yoki o'zining o'lchimi bo'yicha bu parakanchilik emas deb bir chetga qiqiyotirichu. Bu xafaman qarindishim, bu o'zingizning o'lchimi bo'yicha bu parakanchilik emas deb siz bu hukmni bekitib olmaysiz. Biz hozir g'arbda yashayotimiz. G'arbning sistemasida yashayotimiz. Bu tashkilotlar g'arbning qonuni bilan qurilgan. G'arbning qonuni bu Human Rights Organizationlarning ba'zi shartlari to'sh kerak. Buning ha ma'qul bo'lgan. Ya'ni g'arbning sharti bo'yicha, o'lchimi bo'yicha bu bo'lgan o'tirib qo'yilgan maqolada yozilgan narsalar parakandichilikqa kirdi. Agar kirmagan bo'lsa, To'lqin Isa apandim bu so'ramaydi. To'g'ri? Afsuski bu ba'zilarning kallasida kechga bunda o'ylamagan bo'lsa, hatto Uyg'urchilikda bo'laverdi-ku degan bu hukmni o'zgartirishimiz kerak. Endi qarindoshlar, sizlarning bolalaringlar g'arbda cho'ng bo'yotidi. Sizni atmaylam, balam munda ish, sizning munda palonchiga munda bo'pti. Bu siz buni qanday qaraysiz deb so'rasangiz, hayron qolmang, bolangiz shuni parakanchi deb qaraydi. Chunki mushaning sistemasida cho'ng bo'lgan. Endi manga nisbatan yana bir turkum insonlar bor. Shu to'polongudan to'g'ach o'g'irlayman deb tamoman Uyg'ur qurultiyi yo'qolsin. Voy munofiqlar qurultiyi, voy UHR baqi andaqa yo'q. Dünya Uyg'ur qurultiyi saq qolsin. Dimdik qolsin. UHRP dimdik qolsin. Bular yaxshi ishlarni qilyotidi. Lekin bu da'voda sizning qallangizni o'tmasligi mumkin. Chunki nurg'un Uyg'urlarimiz Uyg'urchilikda bu human rights space, ya'ni inson haqlari alanlarida qanday o'lchimi bo'yicha ish qildig'ini uqmaydi. Da'voni faqat Duh TV qaraganda, ya bo'lmasa Istiqlol TVda bunda qaraganda, ya bo'lmasa palonchi bunda da'vo mushkin deb unda emas, bunda ish yuz berdimi? Hatto ma'lum aytay, mening bir necha faoliyatim bordi yaqinda. Mushu ishlar tufayli vaqtincha cancel bo'lib kechiktirildi. Arslan Hidayet, is he part of World Uyghur Congress? Is he part of UHRP deb tekshiribchi. Ba'zilari tig'i, "Okay, meni kechiktirib paloni tariqqa o'zgartirildi" dedi. Ba'zilari tig'i men saqlayapman. Shuning bilan ishdan bo'lmaydi. Tig'i yilg'u u yerda azra bir mesajlaşma olayı borkan, daha da büyük olaylar var. Yotgan bo'lsinmi, estağfurullah, yani qarindoshlar kechiring, yotgan bo'lsinlarmi, nim bo'pti, yani lütfen yani. Biz bir g'arbda yashayotimiz. Yani manga nisbatan demisimi endi eng ulug' qonun shariatning qonuni. Lekin siz bu g'arbda yashab turib, bu tashkilotingizni g'arbda qurib turib, endi ishingizga kelgan chog'da shariatda anda deydi, shariatda munda deydi deb bu fetvoyi kesemezsin yani. Bu tushmaydi buningga. Ben de şeriatı ben seviyorum. Ben şahsen g'arbning qonunini yaxshi ko'rmayman, lekin biz g'arbda ish qilyapmiz. Shunga moslashib ish qilishimiz kerak. Shuningga buningda aqlliq bo'laylik. Bu maqolda, bu muxbirda, bu o'yin bo'lsa, muxbir xonim siz Xitoy ekansiz, Xitoyni o'yini bor ekan, taraq turib desangiz bo'ladi. Yetkizing ashuni. Biz vatandagi Xitoylar bilan aplish bo'lmagan ekan, siz Xitoy deb o'ylagan mushdaqlar bilan aplishing. Shuningga aqlliq bo'laylik qarindoshlar, endi kechga biz burun, ya'ni bu yangi bir masala emas, jinim. Qarindoshlar,
5 yıl burun batdı, 10 yıl burun batdı, 20 yıl burun batdı. Bularda Uyg'urchilikda bular deb mush kun keldik. Alhamdulillah yili ham boshqa ismlar uyaga tushib qolmaqab e, tushib qolmadi. Alhamdulillah. Yanala tez hal qilg'i bo'ldi. Ba'zilar tig'i mushi bano sababdan aram bir yuchuq tepib Uyg'ur qildi yiqitman deganlar xotirjam bo'linglar qarindoshlar. Bundaq pastkashlar yiqitib bo'lmaydi. Agar dunyo Uyg'ur qiltin yiqadigan ish bo'lsa, o'zini yiqitadi. Navoda buni tez to'g'ri bir shaklda hal qilmasa. Endi mening fikrim, nojizona fikrim, ya'ni qurultayning ichida nurg'un yosh, yaxshi tarbiyalangan insonlar bor. Vaqtincha birisini chiqarib qo'yib, Zumratay xonim bor, G'ayur bor va boshqa go'zal temiz gençlar bor. Vaqtincha chiqarib qo'yib 10-chi oygacha, 10-chi oydan keyin ayrim bir saylam qilsanglarmi hisob. Eng temiz, eng tez hal bo'lgan shakli bu. Bay degandek, sizning kallangizda nim bo'ldi degan bilan qarindishim, bu g'arbning ben de ba'zan yaxshi ko'rmayman. Hammanglar bilsa bu g'arbda ayol kishini kishidan yuqori tutirgan bir sistemasi bor. Asli tampon. Ben bu tamponlikni xohlayman, lekin unda ish yo'q. Bu sistem bo'yicha nim bo'yicha mengishimiz kerak. Yana birisi qarindoshlar, atiguin o'zinglarning bolalari bo'pmi kishilar bu mushuni ko'rib o'rnak olsin. Iliqi amal bor, iliqi ma narsa boshqa narsa aylanib qolmasin. Bo'pmi? Iliqi workplace'da bu sexual harassment, parakanchilik bek ig'ir. Me Too movement'ni ko'rdinglar, nurg'un donliq insonlarni ko'rdinglar, Bill Cosby u bu taraq turuq. Ya'ni iliqi ballariinglar atugin mushu Xudoyim saqlasin, mushu nimaga tushib qolmasin. Biz hozirdan tortib bularga yaxshi bir o'rnak bo'lib beraylik. Mau ozroq kesilgan bo'ldi. Ma to'r. Eee, Shuningga yana bir narsa qarindoshlar, miyada hamda ba'zi ayol aktivist qarindoshlarimiz bor, tig'i ovozini chiqarmayotgan. Men bilaman ba'zilaringlar bir kishi tufayli chiqarmayapsizlar. U kishining qanchalik işte mehnat ekanligini hammamiz bilamiz. Lekin yanala mishada tilga ilinmagan ismini chiqarishga jur'at qilamagan ayol qarindoshlarimiz bor. Ularning nimasida bo'lsa-mu bir kondem qilinglar mana ishni lütfen. Emm, Bay degandek, inshaalloh, Esma xonim tig'i vaqtni bekitmadik. Bu qarindishimiz bilan shovni qilmoqchi. İnglizce bo'ladi. İnglizce bo'lgandan keyin Bay degandek men To'lqin Iso apandi bilan ko'rishgan chog'dami, u akamizni taklif qildim. To'g'ri taklifimni qabul qilamdi, qabul qilmamdi, uni uqmayman. Qabul qilsa tig'i yaxshi. Am, Shuninga mushuni degili chiqdim qarindoshlar. Albatta manga ayrim yozganlarmı bor. Yana birisi qarindoshlar, yoshlarga deydiganim, ba'zi cho'nglarimizdan og'rinmanglar. Nurg'un cho'nglarimizning iliqi hayotining yarmi degidek vatanda o'tdi. Shu kommunist ideya bilan. Hozirgacha ma g'arbning sistemasi tig'i nim qilib yordamchi bo'linglar. Maqolada nimalar yozildi, bu da'vorimizga nadan nagacha ta'sir bo'ldi deb obdan o'tirib tushundiringlar. Albatta bu yerda shaxsiy munosabatlar bo'ldi, iliqi kalladan o'tmaydigan ishlar bo'ladi. Shuningga bu cho'nglarimizga hurmat qilishimiz kerak. Bularni sizlarni hurmat qilsin, yaxshi tushuntirib qo'yinglar, bu bo'sh ish emas. To'g'ri bir shaklda vaqtincha hal qilsa, hal qilindi, bo'lmasa endi bu yerdagi amal bor, shaxslar emas. Bu yerdagi da'vo qanchalik oz ziyon uchrasa, shunchalik yaxshi. Qog'ini albatta qonuniy qismi bor. U qonuniy qismi ba'zilar deydi, qonunning hukmi bilan qondasiga yo'q. Bay degandek, u qonunning hukmi chiqmay turib, afsuski qonunning hukmi chiqmay turib, mu da'voga ta'sir yetkazadigan, hatto mushu surishtirma deymiz, mushu investigation jarayonidami asli bu shaxslar o'zining tashkilotlarida ishlab tursa bo'lmaydi. Suspend bo'lib turish kerak bu ishlar aniqligicha. Ya'ni nurg'un ishlar bor. Men bularga dars o'rgatmay, inshaalloh mendan texim yaxshi bildigandi. Yana bir tashkilot 20 yil bunda turish oson ish emas qarindoshlar. Buni yiqitman deyotganlar nolga yiqitdiq-ku deyli, ya'ni maqsading nima bu yerda? Nima qilmoqchi bu yerda? Shuni bu yerda yiqitmay, temiz bir shaklda dimdik to'g'izib qilishni tavsiya qilaman hammamizga. Bo'lsa menmu vaqtimni chiqarib, agar nojizona fikrim bo'lsa, menmu shaxsiy jihatimni yetkazgim bor.
Başqa fikrim yo'q. Yana fikrlashimiz, yana tillaydiganlar bo'ldi. Va nimish qolsa Xitoyning o'yiniga kelding deydiganlar bo'ldi. Lekin mening maqsadim, mening niyatim bu. Am, Bay deganda qarindoshlar, ishinglarga kelgan chog'da hatto ko'rdimki nurg'un inshaalloh namozini qilayotgan bu namoz qilmaydigan insonlarmi ma ishqa kirib fatvo pichib islomda anda deydi, islomda munda deydi. Xuddi affedersiniz, kechiringlar, xuddi yotmig'icha hamma ishlar halol gibi. Ya qarindoshlar biz ma g'arib kofirlar jinida ma ishni jiddiy ko'rib biz musulmon ya. Biz musulmon turib bulardiga vusoviy degandek o'tkazib bu bo'lmaydi qarindoshlar, adam bo'laylik lütfen. Menimmi boshqa deydigan gapim yo'q. İnşallah gapim tugadi. Kelar qatim ko'rishguncha omon bo'linglar. Tillamanglar. Bo'lsa muxbir bilan aloqalashib, qo'g'daydigan yeri bo'lsa qo'g'danglar. Mera xato yozildi deb bo'lsa yozib qo'yinglar. Bo'lmasa u muxbirni tillaydigan ishni bu yozib tillanglar. Ma nima qilyapsiz deb. Apti bu erkin dunyo ya'ni. Bo'ldi qarindoshlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.